Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun yangi kvartiramiz chiqdi. 3 xonalik, 100 kvadrat. Mana shunaqa polni kvartirani parket qilgan, chiroyli qilib. Mana bu kuxnyachamiz. Kuxnyada hamma narsasi jihozlangan. Kvartira juda ham yaxshi sostoyaniyda turibdi. 77-seriya kirpishni dom. Vtorichka ipotekaga ham to'g'ri keladi. Mana bu 6 metrlik balkoni ham bor yana bitta. Mana shunaqa balkoni bor. Полностью balkonni parket qilgan. Uyda полностью отопление, двухконтурный котел плюс aristoni ham bor. Bu tomonda esa zal. Mana shunaqa zal qilgan. Mana shu zalimiz. Mana shunaqa zal chiqarilgan. Bu tomondan yana bitta eshik bor. O'tganda chap tomonda взрослый спальня. Mana bu esa взрослый спальнямыз. Взрослый спальня полностью parket qilingan bu yog'im. Shkof qo'yilgan. Spальный garnitur. Bu esa детский. Mana bu детский. Примерно orientirni ko'rsatish uchun oynadan ko'rsataman. Mana bu yerda sud, gorsud. Mana bu esa eski Vilayn перекрёсткасы. Lokatsiyasi juda ham zo'r. 4-etaj lekin, 4 etajlikni 4-etaji. Sanuzil mana bu yerda sanuzil раздельный. Tepasida yana mana bunaqa bak qo'yilgan. Bakning xonachasi bu. Bu esa раздельный sanuzil. Vannaning ham oynasi bor, kattagina. Bu esa vannamiz. Bu yerda esa tualet. Bunisi esa tualet. Startovi narxi 78 ming, yana kelishtirib beradigan joylari bor. Nomerlarimizni qoldiramiz. Telefon qilib aytsangiz, kelib ko'rsatib, hammasini chiroyli qilib beramiz.